2 xonali kvartirani puliga 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi do'stlar. Remontlarni ko'rishingiz mumkin, yaxshi holatda. Undan tashqari bu kvartiramizni 2.6 balkoni ham mavjud. Bir boshdan uyimizni obzor qilaman. Asosiy kiruvirish eshigi kirganimizda mana shunaqa kengina prixoshkani ko'rishimiz mumkin. Bu tarafda bitta bolalar xonasi, bu tarafda esa yana bitta spalni joylashgan. Uyimizning asosiy zali, remontlarni ko'rishingiz mumkin. O'rtacha holatda. Uyimizda yangi hayot 10-hududda joylashgan. Mana ko'rishingiz mumkin 9-hudud, bu taraf 10-hudud hisoblanadi. Atrofda maktab, bog'cha, transport qatnovlaridan avtobus qatnovlari mavjud. Oshxonamizni ko'rishimiz mumkin, uyimizni. 2.6 balkonimiz mavjud. Balkonga tapchan qilib mana shunaqa chiroyli joy qilib qo'yishgan ekan. Endi esa sanuzellarni ko'rsatib o'tib ketaman do'stlar. Bu taraf umumiy hojatxonasi, yonginasi esa umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Kvartiramiz yoqqan bo'lsa, hozirdan videoga bitta like bosib qo'yamiz. Uyimiz 9 qavatli dom hisoblanadi. Kvartiramiz 5-etajda joylashgan. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, $59.500, pastda nomer bor.